Assalomu alaykum, hurmatli dehqonlar. Mana bugun xudo xolasa Vodiyga keldik. Andijon viloyati Buloqboshi tumaniga. Ya'ni dehqonchiliklarga tajriba almashish uchun. Mana aka Shukrullo akamizdan mana akajon chisnoy guruch oldik. 4 tonna xudo xolasa Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumani Jeno shaharchasi Oltinbashoq massiviga yekamiz. Ya'ni eksport yo'nalishiga oldik. 4 tonna oldik, yirik chisnoy. Mana Qashqadaryolik akamiz, shofer akamiz. Aka dehqon akalar nima deysiz dehqonlaringizga bir ikki og'iz gapingiz? Dehqonchilik qilishsin. Kimga urug' kerak bo'lsa kelishaveradi Andijon viloyatiga. Andijon viloyatiga kelasiz, mana eksport bo'lib urug' ya'ni Buloqboshiga qancha bo'lsa topib beramiz. Qancha bo'lsa ham kelasiz, mana xudo xolasa bizga kelib mana olib ketyapmiz 4 tonna. Nasib bo'lsa eksport qilamiz buni xudo xolasa 2027-yilga. Bugungi sanamiz 2026-yil 15-iyun kuni. Barcha dehqon ishlariga omad, sog' salomat bo'linglar.